Hammaga salom do'stlar. Bugun biz yangi planshetimni obzor qilamiz. Qanaqa ketdi do'stlar. A few moments later. Mana do'stlar, YouTube kanalimizga ham kirib oldim. Mana YouTube kanalimiz xuddi kompyuterga o'xshab ketdi. Kompyuterda endi mana kommentariyalar do'stlar, iltimos please subscribe and like degandek do'stlar. Kanalimizga demonstratsiyaga chiqarishimiz kerak. Mana shu 244 tadan 300 tagacha harakat endi. Ya'ni banner avatarkamizdan o'zgartirilgan. Yoqamizga like obunchiliklar, yoqamizga dislike bosishlar. Yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike bosmanglar. Like bosinglar. Kelisini. Mana описаниемиz ham zil bomba bo'lgan do'stlar. Описание bomba. Endi mana avatar bo'limiga yana qaytdik. Avatar banner bo'limiga qaytdik. YouTube kanalimizda obzor qilyapmiz. Kompyuterli negadir planshet с клавиатурой и мышкой. Huawei'da короче, Huawei kompyuterli so'z chiqqan do'stlar. Mana analitikalarga kiryapmiz. Do'stlar, sizlar meni ko'rganingiz uchun rahmat. Video judayam zo'r bo'ldi o'zim uchun. Agar sizlarga ham bu yangi planshetli klaviaturam, mishkam yoqqan bo'lsa like bo'lib meni bilasizlar. Marka bilan bo'ldim. Tanjiro edit o'zinglar bilasizlar. Bitta hammaga xayrli kechlar.